Nima bo'ldi? Qamoq bo'ldi men nomi. Xursand bo'lish kerak-ku. Qaysi birini olish o'ylayapman. Qaysi biri yoqyapti? Menga bu yoqyapti. Ol shuni. Yo'q, men buni olaman. Nega? Chunki bu qimmatroq ekan. Qimmat bo'lganda buni olarding-a? Lekin men bu yoqyapti. Mashinam rangi bilan bir xil. Miyani ichida nima bor? Bilmayman o'zim. Bo'pti, och, o'zing xohlaganingni och. Bu chiroyli deb mashinamiz salonni rangida, lekin bu qimmatroq shu. Keyin men sotuvchi bilan gaplashib, mashina qimmat qildirib beraman. O'zi narxini eshitib bo'ldimi? Hammaga qimmat sotish. Rostdan mashina ochmoqchimisan? Bu yaxshi trend lekin. Da, mashina ol. Aka bu qimmat-da. Bo'pti, och. iPhone 17 olmayapti, qimmat telefon olibdi. Rostdan shuni olmoqchimisan? Ha? Yo'q. Qimmatdan olmoqchiman. Yoqdimi? Yaxshi qilsana mashinasini ol. Qo'rda telefon. Wow. Zo'r. Bersin, qimmat telefoning. Qani ochib ko'r endi. Olib berasizmi? Ochsang kelasan olasan. Voy. Barcha ikkita telefon ochib yording. Buni ham olasan. Voy, ne ochyapsiz uni? Jinni men hazillashuvdim. Olib beraman dedingiz-ku. Shuni bilsan, ikkita telefon nima qilasan? Olib beraman dedingiz, bo'ldi, bilmayman men, короче. O'pshatisini? Tupoy ikkita telefonga pulingmi?